Hozir biz uning chiqishlariga borsak, hozir teleportatsiya qilamiz. Ishlayapti. Ishlab ketadi hozir. Yo'q. Uning uchun chiqish yo'q. Tezroq borib qolishim kerak-ku. Ishlamay qolyapti-yu. Men endi hozir hamma adminlarga bilib qolmasligi uchun qishloqni qiyofasiga kirib olishim kerak. Menimcha bo'ladi. Shu narsa kerak. Menimcha bo'ladi. Menga o'zim bo'lmasa kerak u. Bu menimcha cho'kka turadi bu. Sizlar ko'rmaydi. Cho'kka o'ynaydi. Bu endi biz kapotga borishimiz kerak. Kapot qayerda o'tirganligini o'zim shekilli unga bildirmasligim kerak. U meni bo'g'ich deb o'ylashi kerak. Men bo'g'ich deb o'zini tanishtiraman. Ko'ramsan? Bu suv olamiz. Bu ana yo'l berida suv olaman. Hoppadan zo'r. Sen kimsan ey? Meni qishloqda nima qilyapsan? Assalomu alaykum. Men bo'g'ijdim. Meni bilib qolmaslik uchun menga yaxshi bo'ladi. Nima deyapsan? Hech nima, o'zim bo'laman. Astag'firulloh, o'zing ham gapiradimi odam? Nima gapiradi? Bir buvamni kasaldan kerak. Mayli uzr ber. Berma deb bilmayman. Qasay. Siz yo'lni nima qilyapman? To'g'ri, nima qilyapman bular yo'llarini? Kapotda eshikni taqlashimiz kerak birinchi o'rinda. Hoppa. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kapot mening yangi videomga xush kelibsizlar. Qanaydir ish qilyapti. Hozir. Kimsiz? Men bo'g'ijman xullas. Eshikni ochgin bolam. Iltimos menga birorta ovqat bergin. Zimmatni ber iltimos ey. Qonim juda ham och. Qoningiz ochmi? Ha, qonim ochda. Iltimos ovqat ber. Bo'ldi. Sandig'imga kirib bir sabzini nimadir olib chiqaman. Mayli. Olib chiqaman, Kapot. Yo'q, bilan mana ismini ham bilakan bu ekan. Nima qilamiz bitta mana ovozga bitiramiz. Endi buni bo'ldi. Mana o'yman sizga shullasay, mana o'ying. Rahmat Kapot. O'z solib boshqacha oldi. Mayli, shunaqa o'tiradi. G'alati odam ekan. Birinchi o'rinda biza firmamizga qarashimiz kerak edi. Firma nima deydi bilmayman men ham. Bo'lmasa va bu. Kapot juda ham saxiy odam. Hozir tekshiramiz. Firmaga qaraymiz. Nima qilyapsiz? Biraz ko'ryapman-da bu narsalarni. Qanday ustida zo'rmasmi deb ko'rdim-da. Ya mayli ko'rishingiz mumkin. Mayli. Men dirdim. Bizamizni bilan tez. Hop. Buni ham buzamiz. Zo'r Kapot, yaxshi ish qilyapsan-ku. Meni ismimni qayerdan bilasiz? Bilaman-da. Shunaqa. Sen isming Avadida bor-ku, yaxshi odamsan, sen bilaman men. Mayli. Sizlarni ekibda elaymiz. Gupday, sal yo'lda yurayman, ish qilyapman, ko'rmayapsizmi? Uzr Kapot. Bular terib olamiz. Bo'ldi. Yaxshi qilding, zo'r Kapot. Menikida ham shuni ishlab berasan. Siz uyingiz yo'q-ku bu aka? Mayli. Bular teramiz. Bo'ladi. Shunaqa. Bularni mana ekibda elaymiz. Kartoshkalarni juda ham
Hozir men bilan telefon portaldaman. Nima qilyapsan, ey? Shi bo'lmasin. Hozir seni yo'q deyman. Qochmatdan. Shi bo'lmasin. Hozir o'ldirib deyman, ey. Qoch. Hozir o'lasan bir. Yo'qol. Meni yo'qota olmaysan. Yo'qotaman hozir, aytib qo'ydim. O'zingdan ko'r endi. Xayr. Yo'qol endi. Bu ma'lumotni o'shanamiz deymiz. Bu qishloqni men qop-qorong'i joyga jo'natib yubordim. Bu yerda ham jo'natib yuboraman, chunki men juda ham qattiq. O qishloqqa qandaysan, ey? Kim bu mujakkani ko'rdingmi sen ham? Yo'q, ko'rganim yo'q. Sen ko'rmaysan-da endi. Hatto yuribdi seni orqasidan qayerda yuribdi. Ana. Kelaveringmi deb pechenye yeb o'tiramiz. Hozir kirib olaydi. Yaxshimisiz? Juda ham adminga o'xshar ekansiz. Ha, o'xshayman-da. Oddiy. Shunaqa-da. Bilasizmi? Ichkari kiraylik, pechenye beringlar menga, pechenye yegim kelyapti. Ha, hop, yeymiz hozir. O'zi bekorga kelmaganmiz, ey. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri, kompot to'g'ri aytyapsan. Bunaqa ishlarga bunaqa pechenye yeb gaplashib o'tirish maza ekan. Ha, kompot to'g'ri aytyapsan. Ha, bunaqa narsalarga lekin chotga pishirgan bu qishloqni kim dedi o'sha? Lekin juda chotga. Nima? Admin? Kompot adashtirmading. Sen menga juda ham ko'p yaxshiliklar qilding. Endi men senga daraja beraman. Qanaqa daraja? Nima? Mayda to'ldiradigan yashilmi? Ha, yashil. Qani birinchi hozir. Hozir to'xtab shunday men chatlarga tegib oling. Hop. Menga bering. Senga beraman. Ana senga tushdimi? Ha, tushdi. 2000. Mana senga. Keyin sen pechenye berding menga. Pechenye. Menga ham berasizmi? Ha, hammaga beraman. Zikritme gapiraverib. Pechenye maza qilyapti lekin bekor bu ko'rishingizga keldik. Biz men bilib qoldim, men sizligingizni biluvdim-da. Mana. Nima 1191 daraja. Menikidan kam-ku. Mayli, rahmat admin, juda ham katta rahmat ey xullas. Katta rahmat. Shunchalik daraja berdingiz, men o'lmayman bu darajalar bilan. Juda ham chotga qilib daraja berishdi bizga. O'zi admin yo'qib qoldi, mayli. Nima qilishni bilmaymiz biz hozir. Shunday qolamiz. Pechenyelar turib nolaydi hozir. Mayli, qishloqqa men borishim kerak edi lekin. Nima bo'ldi? Bor bitta pechenye, 2 dona pechenye bor meni. Xo'p, endi shuncha darajani nima qilamiz? Nima qilamiz endi? Bu darajalar bilan biz juda ham ketib ketamiz. Qo'y, men qatga kelib qoldim. Men qatga ketib qoldim. Nima bo'ldi menga? Yana o'zingdan qani? Anaqa minavshalarimiz shunaqa jitel meni yonimda turardi-yu. Qatga ketdik-ken. Bu yerdan yo, bu yerda emasmikan? Menimcha shotda. Janob, qandaysiz? Meni bitta bo'g'ich meni boshqa narsaga aylantirib qo'ydi-yu, matga keltirib qo'ydi, ya'ni. Meni melandi-ku. Bitta siz emas, ey. Joy sabisiz. Qanday asamayman, nima edi? Asabimni biz men hozir urib bir narsa qilib qo'yaman. Admin sotga tushib qolsaydi hozir uzr so'rardim. Admin. Xo'p, barchaga xayr obunachilar.
Sağlar men kompot boldum. Meni kelgusi videolarimda ko'rishguncha xayr deb qolamiz obunachilar.